Kichkintoy bolalarimiz uchun 3 tasi birda mahsulot topib qo'ydim. Videomizga like bosib qo'ying. Bularni qanaqa funksiyada ishlashini aytib o'tamiz. Aka, qanaqa ishlaydi bu endi? Xo'p, aka, bu stulchigimiz juda ham ajoyib chiqqan. Xo'p, sizni obunachilaringiz uchun juda ham zo'r mahsulot. Bu stulchigimiz ovqatlanadigan stul bo'ladi. Tushunarli. Ham o'zi kacheli bo'ladi, uxlab qolsa shizlon qilib ishlatsa bo'ladi. Отдельный shizlon sotib olishingiz umuman shart emas endi. Bu keyin yurishni o'rganayotganda teg qismi chiqib, mana bu narsalar olingandan keyin hadinok holatda bo'ladi. Inshaalloh, xudo xolasa video davomida buni funksiyalarini joylaymiz. Obunachilaringizga xudo xolasa ma'qul keladi. Hozir Toshkent shahri Abu Saxiydamiz. Aka, buni narxi necha pul chiqadi? Narxi sizni obunachilaringiz agar sizni nomingizdan kelishsa, juda ham katta skidka qilib beramiz. Optim taqalgan narxini 900 ming so'mdan qilib beramiz. 900 ming so'm. Nima deb o'ylaysizlar? Xuddi shu 3 tasi birda mahsulotimiz 900 ming arziydimi yo'qmi? Kommentlarda yozib keting. Agar misol uchun отдельно olishadigan bo'lsa ham, mana qarang, 3 в 1 deyapti. Отдельно ovqatlanadigan stul, ham shizlonni yana отдельно sotib olib, hadonokka отдельно sotib olsa, eng kami 1,5 million so'm pul sarflashadi. Bu juda ham ma'qul variant. Güzel.